Assalomu alaykum azizlar. Sizlarga bugun ro'y bergan voqealar tafsilotlari bilan bo'lishishni davom etamiz. Kuba hukumati AQShning Venesuela yetakchisi Nikolas Maduroni qo'lga olish bo'yicha operatsiyasi paytida 32 nafar Kuba fuqarosi halok bo'lganini ma'lum qildi. U halok bo'lganlarni qurolli kuchlar va razvedka agentliklari a'zolari jangovar harakatlarda halok bo'lgan deb ta'riflab, 2 kunlik motam e'lon qildi. Qurolli kuchlar kubaliklar qattiq qarshilikdan so'ng hujumchilarga qarshi to'g'ridan-to'g'ri jangda yoki inshootlarning bombardimon qilinishi natijasida halok bo'lganini qo'shimcha qildi. Venesuelaning uzoq yillik ittifoqchisi bo'lgan Kuba yillar davomida Maduroni shaxsiy xavfsizlik xodimlari bilan ta'minlab kelgan va Venesuela armiyasida shaxsiy tarkibga ega edi. Yana bir muhokamalarga sabab bo'layotgan xabar: Amerika prezidenti Donald Tramp Amerikaning Venesuelaga hujumidan so'ng jurnalistlar bilan suhbatda "Bizga Grenlandiya milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan kerak" dedi. Tramp yarim avtonom Daniya hududining AQShning aneksiya qilingan qismiga aylanishi ehtimoli bir necha bor ta'kidlab, uning mudofaa maqsadlari va mineral boyliklari uchun strategik joylashuvini aytib o'tgan. Grenlandiya bosh vaziri Jens Frederik Nielsen bunga javoban "endi yetarli" dedi va AQShning orol ustidan nazorati haqidagi g'oyani xayolot deb ta'rifladi.